Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan men Leo Minecraft. Bugungi videoda Minecraftning 1.22 versiyasini obzor qilib ko'rsataman. Qanunda kompyuterga o'tiramiz va biz Minecraftni 1.22 versiyasini o'ynaymiz. Qanunda ketdik bo'lar. Obunachilar, spawn bo'ldik va bu o'rmonning nomi Negr o'rmon. Hozir bu o'rmonning nomi Pale Garden. YouTube'ga qidirsam o'rmon nomi shunday ekan. Bu o'rmonda rangi yo'q ekan. Bu yerda bizga xaltachalar qo'shilgan ekan. Har xil xaltachalar orqali siz inventaringizdagi to'lib qolgan narsalarni to'ldirib olsangiz bo'ladi. Masalan, mana bu to'ldi, non deylik. Nonni ichiga solsa bo'ladi. Bir stak narsa siqquncha solsangiz bo'ladi. Har bir yangi versiyada yangi qo'shilgan narsalardek bu versiyada ham o'zini narsalar qo'shilgan va bu versiyada hammasi oppoq. Bu esa yangi qo'shilgan Negr. Ya'ni cracking. Bu esa crackingni joni. Agarda buni sindirmasangiz, u umuman o'lmaydi. Bunga dalillar ham bor. Hatto Warden bilan ham urushtirib ko'ramiz. Bu versiyaga hattoki Wardenni ham ruhini oladigan maxluq qo'shilibdi. Har bitta versiyada chiroyli narsa qo'shilganidek, bu versiyani ham o'zini chiroyli gullari bor. Bu tunda yonadi va juda ham chiroyli nur taratadi. Shader bilan esa prosta. Va siz yangi qo'shilgan Pale daraxtini ekmoqchisiz va 100 marotaba urinsangiz ham bo'lmaydi. Uni yonida 4 ta do'sti bo'lish kerak. Keyin u baland bo'yli daraxt bo'lib o'sib chiqadi. Obunachilar, shunday zo'r videolar uchun kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Videomiz shu yerda nihoyasiga yetadi. Hammaga xayr.